Bilaman. Ozarbayjonga yaxshi yetib bordingizmi? 100 kilo ozdi. Elbek aka o'zi necha kilogramm bilan borgandingiz va qancha vaqtda bu o'z samarasini ko'rsatdi? 200 dan baland bo'lganman. Toshkentda boshlaganmiz va общий hisobda ozish harakat qilganim 6 oy deylik. 6 oyda 95 kilo, 100 kilo pремежуточный. Umuman boshqa odam bo'lib qoptilar. Natijalar zo'r aka. Biz kutgandan ham a'lo darajada, xudo xolasa. Bu ikkinchi natijamiz inshaalloh 15 kunda 15 kilo sog'lom aka. O'zi umuman vazn olishingizga sabab nima bo'lgan? Ya'ni noto'g'ri turmush tarzi bo'lganmi yoki sizda zararli odatlar bo'lganmi? O'zi yilning eng yaxshi futbolchilari, O'rta Osiyo bo'yicha eng ko'p ovqat yeyuvchi, juda ko'p rekordlarim bor meni. Eng muhimi, Men bilan bloglarni kuzatib borardim. Qanaqa yeydilar shuncha ovqatni deb hayron qolardim. Oshqozon kattalashib va muntazam kam harakatlik, kechqurun ovqat yeb uxlash va albatta birinchi o'rinda uyquni rejimi yo'liga aka. To'g'ri ovqatlanish bo'lmagan demak. O'sha paytlarda ratsioningizda asosan nimalar tashkil qilgan? Yog'li taomlar aka, xamirli ovqatlar, shirinliklarni sevaman. Nonni, uglevodlarni va shu akalar bilan ham non yedim. Elbek aka, endi bir savolim bor. O'sha qarang. vazningiz 200 kilogrammdan ortiq payti salomatligingizda qanday muammolar kuzatilgandi? Aka, hayotingiz o'zgarib ketadi. Mani jigarim aka mashq qalinlikda yog' bosgandi. Bir joyga borib tekshirtirganimda mani jigarim bilan pochkamni topisha olmagan. 6 oydan keyin borganimda aka birinchi stepen semizlik qo'yishyapti. Aka, jigarda yog' yo'q. Yurak. Hattoki endokrinolog yuragi ham 5 marta sakraydi ekan. Meniki 1 marta sakragan kuni bo'yi. Mana hozir bizni Elbek aka teletomoshabinlar orasida o'sha ortiqcha vazndan aziyat chekayotganlar bo'lishi mumkin balki ularni siz kabi o'sha sog'lom ozish uchun matonat yetmayotgandir, balki sabr yetmayotgandir. Ularga nima degan bo'lardingiz? Chunki siz real misolsiz bizga. Iltimos do'mboli. Bitta oldiga qaranglar, orqaga emas. Maza qo'rasizlar, maza qo'rasizlar. Ishoning, 6 oyda 100 kilo qildim. Men faxrlanib gapiraman. Aka, genda semiz bo'lsa ham ozishni isbotladim. Nafs tiyishni isbotladim. Va eng muhimi uyquni to'g'rilashni isbotladim. Har bitta mijozimga aytadigan narsam, har doim doktor nazoratida bo'linglar. Odamlar hamma narsa ovqat yeb ozsa bo'ladi deydi. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qanaqa qilib defitsit kaloriyada bitta marojniy bilan bitta nonning o'zi 900 kaloriya-ku. Biz 900 kaloriyada kasha ham yeymiz, tuxum ham yeymiz, tovuq ham yeymiz, baliq ham yeymiz, kletchatka ham yeymiz, suv ham ichamiz. Insonning o'ziga bog'liq. Hozir bilasizmi, 23 kilo oshchi besim bor, terim. Menga taklif beribdi, okay, terini oldirib tashlash, masalan, tekinga qildirib beramiz, seni matonating uchun deyishdi. Biz oldirmayapmiz. Sababi biz shuni ham isbotlaymiz. O'zi terini tortilishini.